Assalomu alaykum, aziz yurtdoshlar. Bugun men juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. Pensiya islohoti boshlandi. Minimal pensiya 6000 so'm bo'ladi degan gaplar tarqalmoqda. Odamlar esa haqli ravishda xavotirda. Kimning pensiyasi kamayadi, kimniki oshadi? 6000 so'm nimani anglatadi? Bu oddiy pensionerga ta'sir qiladimi yoki yo'qmi? Bularning hammasini hozir aniq sodda va misollar bilan tushuntiraman. Bu ma'lumot har bir oilaga tegishli. Ota-onamiz, buvilarimiz, bobolarimiz, bugun ishlayotgan yoshlar va ertaga pensiyaga chiqadigan har bir fuqaro uchun muhim. Shuning uchun hoziroq kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday mavzularda kechikkan odam ko'pincha o'z haqqini yo'qotadi. Avvalo, eng muhim narsani aytib olay. Minimal pensiya 6000 so'm degan iborani eshitgan odam darrov qo'rqib ketadi. Chunki bugungi hayotda 6000 so'mga hatto oddiy nonushta qilish ham qiyin. Shuning uchun men bunday xabarlarni doim ehtiyotkorlik bilan tahlil qilaman. Ko'pincha odamlar qonundagi texnik raqamni, qo'shimcha hisob-kitob ko'rsatkichini yoki bir kunlik, bir ballik, bir koeffitsiyentlik qiymatni oylik pensiya deb noto'g'ri tushunib yuboradi. Natijada endi hamma 6000 so'm pensiya olarkan degan vahima paydo bo'ladi. Oldin tizim qanday ishlagan? Pensiya hisoblashda asosan ish staji, rasmiy ish haqi, sug'urta badallari, ayrim davrlar, masalan, harbiy xizmat, bola parvarishi, oliy ta'lim, nogironlik bilan bog'liq holatlar hisobga olinardi. Odam qancha yil rasmiy ishlagan bo'lsa, ish haqi qancha yuqori bo'lgan bo'lsa, pensiya ham shunga qarab shakllanardi. Ammo muammo shundaki, ko'p odamlar uzoq yillar ishlagan bo'lsa ham hujjatlari to'liq emas. Kimdir bozorga chiqib ishlagan, lekin rasmiy daromad ko'rsatmagan. Kimdir korxonada ishlagan, lekin arxiv hujjati yo'qolgan. Yana kimdir ish haqi konvertda berilgan davrlarni boshdan o'tkazgan. Mana shu holatlar pensiya tayinlashda katta muammo tug'dirgan. Endi islohotning asosiy maqsadi nimada? Davlat pensiya tizimini yanada adolatli, shaffof va raqamli qilishga harakat qilmoqda. Ya'ni kim qancha rasmiy ishlagan, qancha badal to'lagan, qaysi davrlari hisobga olinadi. Bular elektron bazada aniq ko'rinishi kerak. Bu yaxshi tomoni. Lekin xavfli tomoni ham bor. Agar sizning ma'lumotlaringiz bazada noto'g'ri bo'lsa, ishlagan yillaringiz ko'rinmasa, ish haqi ma'lumotlari kiritilmagan bo'lsa, pensiya hisobida adolatsizlik bo'lishi mumkin. Shuning uchun men bugun hammaga aytmoqchiman, islohotdan qo'rqish kerak emas. Lekin beparvo bo'lish ham mumkin emas. Endi kimlar ko'proq e'tibor berish kerakligini tushuntiraman. Birinchi navbatda pensiyaga yaqin qolganlar, ya'ni erkaklar uchun 60 yoshga, ayollar uchun 55 yoshga yaqinlashgan fuqarolar o'z hujjatlarini hozirdan tekshirishi kerak. Chunki pensiya yoshiga yetgandan keyin arxiv izlash, eski korxonani topish, ma'lumotnoma olish ancha qiyinlashadi. Masalan, siz 3 yil avval zavodda ishlagansiz. Zavod bugun yopilgan, nomi o'zgargan yoki xususiylashtirilgan. Agar sizda mehnat daftarchasidagi yozuv bor, lekin ish haqi haqida ma'lumot yo'q bo'lsa, pensiya hisobida faqat staj ko'rinishi mumkin. Daromad esa pastroq baholanishi ehtimoli bor. Bu esa oyma-oy olinadigan pulga ta'sir qiladi. Oddiy misol keltiraman. Dilshod aka 9 yoshda. U 1960 yildan 2005 yilgacha qurilish tashkilotida ishlagan, keyin bir necha yil norasmiy ustachilik qilgan, keyin yana rasmiy ishga kirgan. Mehnat daftarchasida 17 yil staj bor. Keyingi ishlarning bir qismi elektron bazada ko'rinadi. Lekin 1990 yillardagi ish haqi bo'yicha arxiv ma'lumotnomasi yo'q. Agar Dilshod aka bu hujjatni topmasa, pensiya hisobida uning o'sha davrdagi daromadi to'liq aks etmasligi mumkin. Natijada u kutgandan kamroq pensiya tayinlanadi. Lekin u oldindan arxivga murojaat qilib, tashkilotning vorisi bo'lgan idoradan yoki davlat arxividan ma'lumotnoma olsa, hisob-kitob ancha to'g'ri chiqadi. Ikkinchi misol, Malika opa 54 yoshda. U 3 farzandni tarbiyalagan. Turmush o'rtog'i uzoq yillar chet elda ishlagan. O'zi esa ba'zi yillari tikuvchilik qilgan. Ba'zi yillari uyda bola parvarishi bilan bo'lgan. Malika opa o'ylaydi, men rasmiy ishlamaganman. Demak, pensiya olmaymanmi? Bu yerda hammasi hujjatlarga bog'liq. Ayrim davrlar qonunchilikka muvofiq stajga qo'shilishi mumkin. Masalan, bolani parvarish qilish davri ma'lum chegaralarda hisobga olinishi mumkin. Lekin buning uchun tug'ilganlik haqidagi guvohnomalar, nikoh hujjati, shaxsiy ma'lumotlar, ayrim hollarda arxiv yoki mahalla tasdiqlari kerak bo'ladi. Agar u hujjatlarni tayyorlasa, pensiya masalasi butunlay boshqachaga ko'rinadi. Uchinchi misol, Sardor ismli yigit 35 yoshda. U hozir pensiya menga hali uzoq deb o'ylaydi.
Lekin aynan yoshlar eng ko'p xato qiladi. Ular ko'pincha rasmiy ish haqi kam ko'rsatilgan joyda ishlaydi, qolganini qo'lda oladi. Bugun bu qulaydek tuyuladi. Chunki qo'lga ko'proq pul tegadi. Ammo ertaga pensiya hisoblanganda bazada faqat rasmiy daromad ko'rinadi. Agar Sardor 20 yil davomida minimal rasmiy oylik bilan ishlagan bo'lsa, kelajakdagi pensiya ham shunga yarasha bo'ladi. Shuning uchun men har doim aytaman, rasmiy daromad bu faqat bugungi soliq masalasi emas, bu kelajakdagi pensiya huquqi hamdir. Endi 6000 so'm masalasiga qaytaylik. Agar biror hujjatda yoki muhokamada 6000 so'm degan raqam chiqsa, uni darhol oylik minimal pensiya deb qabul qilish noto'g'ri. Bu raqam pensiya tizimidagi hisoblash elementi qo'shimcha to'lov birligi. Indeksatsiya mezoni yoki ma'lum bir toifadagi to'lovning kichik qismi bo'lishi mumkin. Masalan, ba'zi tizimlarda har bir qo'shimcha staj yili uchun ma'lum miqdorda ustama belgilanadi. Boshqa tizimlarda esa ball yoki koeffitsient bo'ladi. Uning qiymati alohida ko'rsatiladi. Oddiy odam esa 6000 so'm degan joyini ko'radi-da, tamom, pensiyamiz 6000 so'm bo'lar ekan deb vahima qiladi. Men ekspert sifatida buni aniq aytaman. Har qanday raqamni kontekstdan uzib olish eng katta xatodir. Kimlar xavotir olmasligi mumkin? Agar siz pensiyani allaqachon olayotgan bo'lsangiz, pensiyangiz rasmiy tayinlangan bo'lsa, bank kartangizga muntazam tushib turgan bo'lsa, odatda islohot bir kunda sizning pensiyangizni 6000 so'mga tushirib qo'ymaydi. Pensiya tayinlangan huquq hisoblanadi va u qonuniy tartibda himoya qilinadi. Albatta, qayta hisoblash, indeksatsiya qo'shimcha to'lovlar bo'lishi mumkin, lekin bu jarayon rasmiy hujjatlar asosida amalga oshiriladi. Shunday bo'lsa ham, pensionerlar ham o'z ma'lumotlarini tekshirishi kerak. Familiya, ism, tug'ilgan sana, JSSHIR, bank rekvizitlari, nogironlik guruhi, boqmandalar bo'yicha ma'lumotlar to'g'rimi? Bular muhim. Kimlar albatta xavotir olishi, aniqrog'i harakat qilish kerak. Birinchidan, mehnat daftarchasida yozuvlari chalkash bo'lganlar. Masalan, korxona muhri tushmagan, ishga qabul qilingan sana bor, lekin bo'shatilgan sana yo'q. Lavozim nomi noto'g'ri yozilgan. Ikkinchidan, 1990 yillar va 2000 yillar boshida ishlagan, lekin tashkilotlari yopilib ketgan odamlar. Uchinchidan, uzoq vaqt yakka tartibda ishlagan, lekin badal to'lovlarini to'liq qilmagan tadbirkorlar. To'rtinchidan, chet elda ishlagan fuqarolar. Chet eldagi ish davrlari har doim ham avtomatik hisobga olinavermaydi. Bu masala mamlakatlar o'rtasidagi kelishuvlarga, to'langan badallarga va hujjatlarga bog'liq. Endi ko'pchilik bilmaydigan nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat, pensiya faqat yoshga qarab beriladigan to'lov emas. Uning o'rtida huquqiy asos, staj va badal turadi. Men 6 yoshga kirdim, demak avtomatik pensiya bo'ladi deb o'ylash xato. Yoshga yetish bu shartlardan bittasi. Staj yetarli bo'lmasa yoki hujjatlar tasdiqlanmasa, pensiya turi, miqdor yoki tayinlanish muddati boshqacha bo'lishi mumkin. Ikkinchi nozik jihat, mehnat daftarchasi borligi hamma narsani hal qilmaydi. Mehnat daftarchasi muhim, lekin undagi yozuvlar qonuniy rasmiylashtirilgan bo'lishi kerak. Masalan, yozuvda buyruq raqami ko'rsatilmagan bo'lsa, korxona muhri bo'lmasa, ism familiyada bir harf xato bo'lsa, pensiya jamg'armasi qo'shimcha tasdiq so'rashi mumkin. Bu odamni qiynash uchun emas, balki soxta yoki noto'g'ri yozuvlar bilan pensiya tayinlanishining oldini olish uchun qilinadi. Lekin oddiy fuqaro bundan aziyat chekmasligi uchun hujjatlarni oldindan tartibga solishi kerak. Uchinchi nozik jihat, ayollarning bola parvarishi davri. Ko'p ayollar men uyda bola boqqanman, bu yillarim kuyib ketadimi deb so'raydi. Ayrim davrlar stajga qo'shilishi mumkin, lekin hammasi cheksiz emas. Umumiy muddat bo'yicha qonunchilikda aniq chegaralar bo'ladi. Demak, bu masalada taxmin bilan emas, aniq hujjat bilan ish qilish kerak. Tug'ilganlik guvohnomasi, bolaning ma'lumotlari, onaning shaxsiy hujjatlari. Ayrim hollarda yashash joyi bo'yicha tasdiqlar kerak bo'lishi mumkin. To'rtinchi nozik jihat, norasmiy ish. Bu eng og'riqli mavzu. Odam men 25 yil ishladim deydi. Men so'rayman, qayerda rasmiy ishladingiz? Badal to'landimi? Shunda ma'lum bo'ladiki, 25 yilning 25 yili norasmiy bo'lgan. Hayotda bu odam rostdan ham mehnat qilgan, ter to'kkan, oilasini boqqan. Lekin pensiya tizimi hujjatga qaraydi. Agar ish beruvchi sizni rasmiylashtirmagan bo'lsa, bugun sizning mehnatingizni isbotlash juda qiyin. Shuning uchun yoshlar va o'rta yoshdagilarga maslahat: ishga kirganingizda mehnat shartnomasi bormi? Ish haqi rasmiy ko'rsatiladimi? Siz uchun badallar to'lanayaptimi? Buni tekshiring. 5-nozik jihat, pensiya qayta hisoblanishi.
Ba'zi pensionerlar pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlashda davom etadi. Bunday holatda qo'shimcha staj yoki badallar keyinchalik pensiya miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. Lekin bu ham avtomatik yoki har doim bir xil bo'ladi degani emas. Qayta hisoblash uchun ariza, ish joyidan ma'lumot, elektron bazadagi to'lovlar va boshqa ma'lumotlar kerak bo'lishi mumkin. Agar siz pensiyada bo'lsangiz va rasmiy ishlayotgan bo'lsangiz, o'zingiz uchun to'lanayotgan badallar ko'rinayotganini tekshirib boring. 6-chi nozik jihat. Minimal pensiya va ijtimoiy yordamni adashtirmaslik kerak. Minimal pensiya bu pensiya tizimdagi eng kam kafolatlangan miqdor bo'lishi mumkin. Ijtimoiy yordam esa ehtiyojmand oilalar, nogironligi bo'lgan shaxslar, boquvchisini yo'qotganlar yoki boshqa toifalar uchun alohida tartibda beriladigan yordam bo'lishi mumkin. Odamlar ba'zan bularni bitta narsa deb o'ylaydi. Aslida har birining manbasi, sharti va hujjati boshqa-boshqa. 7-chi nozik jihat, bank kartasi va to'lov usuli. Ba'zi pensionerlar pensiya kechikdi deb o'ylaydi. Aslida bank kartasi muddati tugagan, rekvizit noto'g'ri, karta bloklangan yoki shaxsiy ma'lumotlarda xatolik bo'lgan bo'ladi. Shuning uchun pensiya masalasida faqat pensiya jamg'armasiga emas, bankka ham e'tibor berish kerak. Ayniqsa karta muddati tugashiga yaqin bo'lsa, oldindan yangilash foydali. 8-chi nozik jihat, firibgarlardan ehtiyot bo'lish. Islohot, qayta hisoblash, 6000 so'm, yangi ro'yxat, qo'shimcha pul chiqadi degan gaplar chiqqanda firibgarlar ham faollashadi. Ular pasportingiz rasmini yuboring, karta raqamingizni bering, SMS kodni ayting. Men sizga pensiyani oshirib beraman deb odamlarni aldashi mumkin. Hech qachon SMS kodini bermang, karta parolini aytmang, notanish odamlarga hujjat rasmlarini yubormang. Pensiya masalasi faqat rasmiy idoralar orqali hal qilinadi. Endi eng muhim qism, siz nima qilishingiz kerak? Men buni bosqichma-bosqich tushuntiraman. Birinchi qadam, shaxsiy ma'lumotlaringizni tekshiring. Pasport yoki ID karta, JSHR, STIR, tug'ilgan sana. Familiya va ism yozilishi hamma hujjatlarda bir xil bo'lishi kerak. Ayniqsa ayollarda turmushdan keyin familiya o'zgargan bo'lsa, eski mehnat daftarchasi boshqa familiyada, pasport boshqa familiyada bo'lishi mumkin. Bunday holatda nikoh guvohnomasi yoki familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjat kerak bo'ladi. Ikkinchi qadam, mehnat daftarchangizni ko'zdan kechiring. Har bir ish joyi bo'yicha ishga kirgan sana, bo'shagan sana, lavozim, buyruq raqami. Korxona muhri bor yo'qligini tekshiring. Agar biror joyda xato bo'lsa, o'sha tashkilot hali mavjud bo'lsa, kadrlar bo'limiga murojaat qiling. Tashkilot yopilgan bo'lsa, uning vorisi yuqori tashkilot yoki davlat arxiviga murojaat qilish kerak. Uchinchi qadam, ish haqi ma'lumotlarini yig'ing. Pensiya hisobida faqat staj emas, ish haqi ham muhim bo'lishi mumkin. Eski yillardagi maosh bo'yicha arxiv ma'lumotnomasi kerak bo'lsa, uni oldindan oling. Ma'lumotnomada korxona nomi, davr, lavozim, oyliklar, imzo va muhr to'g'ri bo'lishi zarur. Noto'g'ri yoki chala ma'lumotnoma keyin qaytarilishi mumkin. 4-qadam, elektron ma'lumotlarni tekshiring. Davlat xizmatlari markaziga boring yoki my.gov uz orqali shaxsiy ma'lumotlaringizni tekshirishga harakat qiling. Agar elektron mehnat tarixi, sug'urta badallari yoki ish joylari ko'rinadigan xizmatlar mavjud bo'lsa, ulardan foydalaning. Ko'rinmayotgan davrlar bo'lsa, buning sababini aniqlang. Ba'zan ish beruvchi ma'lumotni kiritmagan bo'ladi, ba'zan esa texnik xatolik bo'ladi. 5-qadam, pensiyaga chiqishdan kamida 6 oy oldin tayyorgarlikni boshlang. Men odamlarga doim aytaman, pensiya hujjatini oxirgi oyga qoldirmang. Chunki arxivdan javob kelishi vaqt oladi. Korxona hujjat topolmasligi mumkin. Ismda xato chiqishi mumkin. Agar siz 6 oy oldin tayyorlansangiz, muammoni hal qilishga vaqtingiz bo'ladi. 6-qadam, pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qiling. U yerda sizga qaysi hujjatlar kerakligi aniq aytiladi. Odatda shaxsni tasdiqlovchi hujjat, mehnat daftarchasi, ish haqi ma'lumotnomalari, harbiy xizmatga oid hujjat, bolalar tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh yoki familiya o'zgarishi haqidagi hujjatlar, nogironlik bo'yicha tibbiy ma'lumotlar, bank rekvizitlari kerak bo'lishi mumkin. Har bir holat alohida ko'riladi. 7-qadam, ariza yozishda ehtiyot bo'ling. Arizada qaysi turdagi pensiya so'ralayotgani, qaysi sanadan tayinlash kerakligi, qaysi hujjatlar ilova qilinayotgani aniq ko'rsatilishi kerak. Agar siz qo'shimcha stajni hisobga olishni so'rasangiz, bu davrlar alohida ko'rsatilgani yaxshi. Hujjat topshirganda nusxasini o'zingizda saqlang. Qabul qilinganini tasdiqlovchi kvitansiya yoki ro'yxatni oling. 8-qadam, rad javobi yoki kam hisoblangan pensiyaga rozi bo'lib ketmang.
Agar siz pensiya noto'g'ri hisoblandi deb o'ylasangiz, yozma tushuntirish so'rang. Qaysi davr hisobga olinmagan? Nima sababdan qaysi hujjat yetishmayapti? Buni bilish huquqingiz bor. Keyin yetishmayotgan hujjatni olib kelishingiz yoki belgilangan tartibda shikoyat qilishingiz mumkin. Og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Har doim yozma asos so'rang. 9-qadam. Oilangizdagi katta yoshdagilarga yordam bering. Ko'p otaxon va onaxonlar internetdan foydalana olmaydi. Arxivga borishga qiynaladi. Hujjatlarni tushunmaydi. Farzandlar, nabiralar ularga yordam berishi kerak. Bir kun vaqt ajratib mehnat daftarchasini ko'rib chiqish, hujjatlarni papkaga joylash, bank kartasini tekshirish bu juda katta yordam. 10-qadam. Rasmiy manbalarni kuzating. Telegramdagi noma'lum kanallar, ovozli xabarlar, bir tanishim aytdi degan gaplar asosida qaror qilmang. Qonun, prezident farmoni, hukumat qarori, pensiya jamg'armasi yoki davlat xizmatlari portali ma'lumotlari asosiy manba bo'lishi kerak. Agar 6000 so'm haqidagi gapni eshitsangiz, darhol savol bering. Bu qaysi hujjatda yozilgan? Bu oylik pensiyami yoki hisoblash ko'rsatkichimi? Kimlarga tegishli? Qachondan kuchga kiradi? Xulosa qilib aytaman. Pensiya islohoti odamlarni qo'rqitish uchun emas, tizimni tartibga solish uchun qilinadi. Lekin islohot davrida eng katta xavf hujjatlarning to'liq emasligi, elektron bazadagi xatolar va odamlarning noto'g'ri axborotga ishonib qolishidir. Minimal pensiya 6000 so'm degan gapni eshitsangiz, vahima qilmang. Avvalo raqamning asl ma'nosini tekshiring. Hech bir jiddiy moliyaviy masalada bitta sarlavhaga qarab xulosa chiqarib bo'lmaydi. Mening asosiy tavsiyam shuki, pensiyaga yaqin bo'lsangiz, hujjatlaringizni bugunoq tekshiring. Hali yosh bo'lsangiz, rasmiy ish va rasmiy daromadga e'tibor bering. Pensioner bo'lsangiz, ma'lumotlaringiz va to'lovlaringiz to'g'riligini nazorat qiling. Har bir so'm o'z vaqtida va to'g'ri hisoblanishi uchun fuqaroning o'zi ham faol bo'lishi kerak. Sizning oilangizda pensiya hujjatlari bilan muammo bo'lganmi? 6000 so'm haqidagi xabarni eshitganmisiz? Siz buni qanday tushundingiz? Fikringizni izohlarda yozing. Video foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ulashing. Chunki pensiya masalasida bilgan odam yutadi, bilmagan odam esa o'z haqqini kech bilib qolishi mumkin.